olmaysiz. Uni ko'z bilan ko'rgili va yoki qo'l bilan tutqili bo'lmaydi. Uni faqat o'zingizla his qila olasiz. Uy, mashinaning bo'lishi baxtga vakillik qilolmaydi. Mashina ichida mehribonlik, uyda illiqlik bo'lsa, mana bu baxt. Yaxshi ne'matlarni yeb ichish baxtga vakillik qila olmaydi. Ayoli g'ingshib naqshi etqash etib bergan lag'mani yeyish, eri olaydan damlab bergan yolpuz chayini ichishning o'zi baxt hisoblanadi. Donliq markalı kiyim kechaklarni, donliq oyoqni kiyish baxtga vakillik qila olmaydi. Kiyim kechakka kulib turib yoki turlab turib dazmol silib beradigan yoki oyoq kiyimidan chiqqan g'alit puroqlarga pisand qilmay, uni tozalab beradigan odamning bo'lishi mana bu baxt. Mehriga yasilangan sho'rpa, qimmat baholiq dorilarni ichganda ko'zni metqib qo'ymaydiganlar baxtli hisoblanmaydi. Sog'lom tanga ega, oftobga qoqilib bozor oralab yuralaydiganlar baxtli hisoblanadi. Boshqalar havas qilgudek xizmatga ega bo'lish u baxt hisoblanmaydi. O'zi xohlagan ish bilan shug'ullanishning o'zi mana bu baxt. Ko'p sondagi kishilar sizni muvaffaqiyat qozondi deb qarasa, baxt hisoblanmaydi. O'zingizning muvaffaqiyat qozonish yo'lida his qilgan xushalligingiz va hosilatingizlar mana bu haqiqiy baxt. Nurg'un do'stlaringizning sizni og'riq elib kulki chaqchaq qilishi bu baxt hisoblanmaydi. Qalbingizdagi haqiqiy xushalligingiz, dard alamlaringizni anglaydigan ko'nglingizdagi odamning bo'lishi mana bu baxt. Davlatman oilaga yotliq bo'lish yoki nasab jamiyati yuqori oilaning qizini amriga elish baxt hisoblanmaydi. Balki bir-birini chin qalbidan yaxshi ko'radigan kishilarning umrlik bosh qo'shishi mana bu haqiqiy baxt hisoblanadi. Yosh vaqtlarda ko'tarangi ruh bilan kunning chiqishini tomosha qilish baxtga vakillik qila olmaydi. Choch soqollar oqarib, futqollarda darmon qolmaganda bir-birini yo'lashgan holda ko'chada sayr qilishning o'zi mana bu baxt. Farzandlarning yaramliq, qobiliyatli bo'lishi baxt hisoblanmaydi. Ular vaqti-vaqtida uyga kelib sizni yo'qlab tursa, siz bilan holming bo'lsa, shuning o'zi baxt. Bola chaqa, navr-chavrlar bilan bir uyda xushal-xo'ram o'tish u baxt hisoblanmaydi. Kesal bo'lib, o'rin tutib yetib qolganda, yenida holidan xabar oladigan odamning bo'lishi mana bu baxt. Sipoyigarchilik bilan boshqalarga ko'z-ko'z qilish baxt hisoblanmaydi. Uyga kech qolganda qorish tarafdagi telefon turibkisidan sizni saqlayapman degan gapni anglashning o'zi mana bu baxt hisoblanadi. Baxt u boshqalarga ko'rsatkili bo'ladigan narsa emas. Uni faqat o'zingizla his qila olasiz. Shunga baxtingizni qasddan boshqalarga ko'z-ko'z qilishga urinsangiz, bu sizning amaliyotda uncha baxtlik emasligingizni tushuntirib beradi. Aksicha, ko'zingizda rozimanlik va hayajonli nurlarning chaqnashi mana bu haqiqiy baxt.